Kasaldan har xil mijozdan kelib chiqqan shu o'pka yallig'larga nihoyat yaxshi manfaat qildi. Abdumjit aka shu o'pka yallig'i deb bak tulanladik. Shu o'pka yallig'i degan zot qanday kasal? Oiladan nimalarga diqqat qilmaymiz? Qanday davolaymiz? Shu to'g'riliq bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Bu qish kirdi, havomuz sovishga boshlab, shu o'pka kasalligidan nihoyat ko'p uchrayotdi. Bu o'pka yallig'ini odatda shu 0 yoshdan 100 yoshgacha bo'lgan odamlarda hammasi ko'rilayotgan bir umum xarakterli bir xil kasallik. Endi biz tibobatda o'pka kasalliklarini odatda mizojini ayirib davolashga asos qilamiz. Issiqdan bo'lsa sovuqlik qilamiz, sovuqdan bo'lsa issiqdan qilamiz. Anda bo'lsa o'pkining o'zininki asli tabiati ho'l sovuq turgan bir a'zo. Ham ho'llik va ham sovuqlik bor. Endi bu qish faslida nima bo'ldi degan chog'da, mushu ho'l sovuq muhitga ko'p uchrash, mushu sovuq havoda yaxshi yalayotgan virus, bakteriyalarninki nafas yo'li orqali o'pkaga urilish bo'lib, mushada o'pkada yashirib virusni ko'payib o'pka yallig'ini keltirib qo'ydi. Biz bunga qarata nima qilamiz desak, suvoqdan tekkan bo'lsa, bemorning o'zida balg'am oson chiqadi. Deb yutilib qo'yish, shaloqida tukuytir, yangi oq rangda bo'ti. Bunda odamlarga biz sovuqdan bo'libdi deb zupay shavat deymiz. Zupay shavat issiqqa moyil o'pkining ziyodinbak sovuqdan eshib ketganligidan biz pasaytib birmiz buni. Pasaytish apartmiz. Shuning bilan mushu sovuq muhit yashalayotgan har xil jarasim, viruslar badan sirtiga siqib chiqib o'tiladi. O'pkimiz nihoyat normal bo'lgan sovuq muhitni saqlab qola oladi. Ikkinchi birisi bemorning o'zida ko'krak ching yutasi nihoyat tez chiqartgan, desa misha choplishi bilan bir aram botgan bunda balg'amni biz quruq sovuqdan bo'lgan o'pka yallig'i deb qarab, biz bunga dastlab qadamda sarpiston javirimiz. Sarpiston jamiri odatda o'pkaga namlik, ho'llik yetkazadi. Ho'llik yetkazgandan keyin bu o'pkaning o'zi quruq sovuq muhitdan ho'l sovuq muhitga qarab, o'zgash qarab menib balg'amni qanday nihoyat oson ajralaydi. Bemorning o'zida balg'am tukasa, oson tukalayotgan, hargiz yutagan chog'ida ko'krak chingiyotgan, qo'soq chingiyotgan, yutirishdan qo'rqitgan ahvol ko'rolmaydi. Agar buning ustiga quruq sovuq holatda bunda balg'am tez chiqayotgan, desa yutilib bir ham bo'layotgan odamga qatib zupay sharbati, zupay jaribasini balkim kasalligi keyingi so'zlab ketishi yoki bo'lmasa eg'ilib ketishi mumkin. Shu oldi bilan biz qanday qildik? Sarpiston javri yoki bo'lmasa badam javrini berib, mayadagi balg'amni bo'shatib, shuning bilan chiqish orqali davolash qilamiz. Uningdan bilak shu oilada bo'lsa, biz nima qilamiz degan chig'imizda oldingi videolarni deb o'tgandek qo'yninki shu dumimi, ya'ni quyruq meyini eritib, buni issiq petib shu bo'yon ko'krak taraflarga surkab berish orqali har xil kasaldan, har xil mijozdan kelib chiqqan shu o'pka yallig'larga nihoyat yaxshi manfaat qildi. Uningdan bilak bo'zg'a, jo'z qatorliq o'zimizningki tibobat mahsulotlarininki shuningki suylarni kontakt teshida suyib, shu bolalarimizningki shu ko'krak bo'yon peshona taraflariga surkab qo'yish orqali bolaninki o'pkasini yallig'lanib qilishini, sovuq o'tib qilishini, qiziq qilishni oldini olg'ili bo'ladi. Foydalanib qilishinglarni umid qilaman. Lekin bu yerda bir gapni qisib o'tib ketay. Sarpiston javhirini odatda homildor ayollarni ichishga bermaymiz. Chunki chuchuk buya yildizi tushadi, odatda chuchuk buya yildizi homilani g'ayri qilib qo'yadigan ahvollar bor. Buning duma foydalanib qilishinglarni umid qilaman. Rahmat.